Assalomu alaykum. Bugun 17-may 2026-yil. Mani ismim Shohjahon, familiyam Eshitganov. Hop, bu 5-darsimiz fundamental bo'ladi. Fundamental tahlil to'g'risida kirishimiz bazaviy bo'ladi. Bu darsni ko'rishdan oldin 2-darsligimizni, 3-darsligimizni, 4-darsligimizni ko'rib, yaxshilab o'rganib, o'zingizga moslashtirib qilib, keyin 5-darsni ko'rib, buni ham o'zingizga moslashtirasiz. Harakat qilaman qisqa lo'nda aniq. Hop, biz hammamiz yaxshi ko'ramiz goldni savdo qilishga. Hop, bizga kerak bo'ladi har doim investingga kirib ekonomический новость balobatlar ko'rasizlar. WFX Trade platformasida shundoq mana bu o'zbek tilida kashf etishni bossanglar va mana ertangi sana 18-may bo'layotgan voqealar, ya'ni ekonomik yangiliklar. Har doim bizda yuqorilar yoniq turadi. Siz o'rtachani ham va past ta'sirni ham yoqib qo'yishingiz mumkin va mana bu yerda mana kalendarda hammasi bo'ladi. Misol mana 20-may. Hop, siz savdo jarayoniga o'tib, savdo qilib ham mana buni kuzatib tursangiz bo'ladi yangiliklarni. Muammosiz. 30+0 bo'yicha bizniki. Bunda ko'rsatilgan. Hop, ekonomik новостьni bu yerdan ko'rar ekanmiz. Endi chiqqan yangiliklarni qayerdan o'qiymiz deyishlari mumkin. Chiqqan yangiliklarni Bloombergdan o'qiymiz albatta. .com dan. Buni saytini men hozir harakat qilaman yozib qo'yishga. Hop, buni agar sizlar professional tarz, ya'ni professional emas, u doimiy tarzda faqat tirikchiliginglar Forexdan, tirikchiliginglar tradingdan bo'lsagina Bloombergda platniy podpiskasini olishinglar mumkin. Ataka uni o'rniga boshqa podpiskalar ham bor. Bu просто sizlarga ba'zi yangilik o'qish nima bo'lyapti dunyoda. Buni platnisini olsanglar ekonomika balobatlari ham bor. Endi oltinda savdo qilish uchun bizga asosiy nima? Asosiy kerak bo'ladigan sayt mana bu gold.org. Gold.org buni saytini orqasiga yozib qo'yamiz. Xo'p, bu yerga kirganda men kirganman profilimga. Sizlar sign in qilib Google akkauntinglardan kirasizlar. Gold Hub'ni bosasizlar, professional investorsiz, lekin registratsiya payti individual bo'lib o'tinglar. Professional bo'lsanglar pul so'raydi adashmasam. Xo'p, dataga bitta qo'yamiz. Dataga qo'yganimizda bizda mana bu narsalar kelib chiqadi. Hop, buni bir boshdan tushuntirib ketamiz. Gold spot price, goldni spotini oldi sotdisi narxi, local gold price premium. Hop, bu Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi oltinni narxi, tillarning narxi diskount. Qancha farq qilyapti bir-biridan, mana qancha raznica bor bir-biridan, qancha raznica yo'q. Buni ko'rasizlar, albatta o'rganasizlar. Keyin gold futures price. Endi bu gold kelajakdagi dastavka, ya'ni kelajakdagi oltin olib sotish kontraktining narxi. Hop, returns, возвратlar. Hop, bunda solishtirib ko'rasizlar. Oltin, keyin obligatsiyalar, tak dalay hammasi protsentnisida bor. Buni PDF qilib skachat qilib olsanglar ham bo'ladi. My configuration'ni bosib to'g'irlab olsanglar ham bo'ladi o'zingizlarga. Volatilность, volatili bor. Qaysi bir volatilniroq protsentda mana ko'rsatib qo'yibdi. Amerika bondlarimi, oltinmi, US cashmi, hammasi. Korrelatsiya degan narsamiz ham bor. Buni ham o'zingizlar solishtirib ko'rib, bemalol bilib olaverasizlar. Bundoq qilsanglar ham chiqib keladi hammasi. Siz tushuntiryapman. Trading volumes, trading объемlar. Bu bizga kerak hisoblanadi. Bu bir kunlik объем, mana day milliardda. Bir kunlik milliardda объемi mana bundoq qilsanglar ko'rinadi. Hop, expand altrovos qilasizlar. Tarjima Google orqali bundoq manimcha переводчикni bossanglar, сразу avtomatik перевод qiladi o'zi. Tarjima qilasizlar. Mana PDF'i bor, PNG bor, skachat qilib ham o'rgansanglar bo'ladi. Mana bu yerda 393 milliard, tak dalay. Endi qaytamiz. Qaranglar, men ham insonman, mana birinchi marta yashayapman. O'rgatayotgan jarayonimda qayerdadir xato qilib, noto'g'ri o'qib qo'yishim mumkin. Men bunaqani saytdagi informatsiyalarni bu fundamentalda o'zingizlar kirib, tekshirib o'qib ko'rasizlar. Historical bu исторический спрос и предложение. Bizga kerak bu. Qaranglar, nimalar bular? Mana bu hammasini o'chiramiz. Mana bu oltinning narxi. Mana bu oltinning narxi Q1 2026, Q1, Q2, Q3, Q4 degan narsa bor. Bu birinchi chorak, ikkinchi chorak, uchinchi chorak, to'rtinchi chorak. Endi bizga bu kerak emas, o'chirdik. Bu yuvelir fabrikalarga mana birinchi anaqada 335 tonna. Birinchi 2026-yil birinchi choragida 335 tonna. Endi texnologiyalarga 81,6 tonna. Investorlarga 535,6 tonna. Centralniy bank
Sentralniy bank 243 tonna bo'lyapti. Endi hammasini yoqadigan bo'lsak, mana bu yerda hisoblanyapti. Где-то yuvelir 335, texnologiya 81.6, investitsiya 535, Central Bank 243.7 butun dunyodagi shu markaziy banklar. Gold price 4872 9 turibdi hozir bu yerda. Bir unsiyaga. Diamond bu. Endi taplini ham yoqishimiz mumkin. Hammasini ko'rib olasizlar. Antiperevodchikni bitta bossanglar bo'ladi. Hop, sпрос, предложение hammasini ko'rib olasizlar o'zinglar. PDF qilib yuklab o'rgansanglar bo'ladi. Endi davom etamiz. Bu ETFniki, Gold ETFniki. Hop, bu yerda ham xuddi shunaqa bu regionlar bo'yicha ketaman. Kirib o'rganib chiqasizlar. Bu bizga nimaga kerak? Bu bizga Global Mine Production. Bu qazib olishlar, hammasi bu yerda O'zbekiston ham bor adashmasam. Dunyo bo'yicha. Production cost bizga eng kerak narsalardan bittasi, eng asosiylaridan bittasi. Bu nimaga? Mana qaranglar, production cost bir unsiyani qazib olishga, ya'ni bir unsiya oltinni qazib olishga qancha pul dollarda to'lanadi mana. O'z turibdi. Где-то 1,5 mingni, 1,5 ming, 2 ming atrofida, 1,5 ming, 1800 dollarga tushyapti hozirgi kunda. Oltin qazib olish plus minusi. Xo'p, mana bu yerda Q4 oxirgi 4-kvartali bo'yicha mana ko'rsanglar bo'ladi. Chap, o'ng anaqasi bor, hisob-kitobga o'qib o'rganasizlar. Bu nima degani? Bu degani 1500, 2000 yoki 2000, 2,5 ming, hattoki 2,5 mingga tilla tushgan taqdirda ham, 2 mingga tushgan taqdirda ham mana buni hisobiga avtomatik tilla narxi oshib ketadi oltin narxi. Sababi nimaga? Qaranglar. Butun dunyoda qazib oladi-ku, mining qilib oltinni qazib olganda bir unsiyasi 1,5 2 ming dollarga tushganidan keyin bu yerda hammasi chekilib ketadi. Texnologiyasi ham, rasxodi, balobatlar hammasi bir unsiya yer tagidan qazib olinishi. Oltin narxi qanchalik tushsa, bularga shuncha muammo bo'ladi, shuncha ko'pi to'xtaydi ishdan. Qazib olish kamayadi, to'xtaydi, keyin avtomatik talab uyg'onadi oltinga va narxi oshib ketadi. Bu future position bu ham bizga juda kerak. Bu xo'p, kelajakdagi открытый hozirgi kunda ochiq nima deydi, futures bo'yicha tillaga talab. Nima desak ham bo'ladi, 230 milliardga hozir talab bor ekan. Hisoblaysizlar, mana haftalik bo'yicha ko'ryapman. 8-may holatiga ko'ra mana. Comex Dubai Ice India Istanbul Isfa.com LN. Xo'p, mana bu yerda mana bu ochiq pozitsiyalar. Mana bu yerda ochiq pozitsiyalar. 513.74 tonna. Ko'pga adashmayotgan bo'lsam, yana ko'ra olasizlar o'zinglar. Xo'p, bu kerak bizga hammasi. Keyin above ground stock. Bu butun dunyo 6000 yildan beri tilla yo'q qilinmagan, tillani общий объем. Yuvelir taqinchoq ko'rinishda 97.645 tonna. Slitka balobatlar hammasi 50.978 tonna, markaziy banklar 38.666 tonna, o'zar 32.000, rezerv, ya'ni hammani rezervi где-то 54.770 banklarning rezervi и umumiy rezerv 132.110 tonna qolgan. Yiliga 1.5% oltin qazib olinadi. Bo'lsam. Xo'p, bu sayt tushunganinglarda juda ham kerak sayt. Hozir qisqa tez tushuntirib ketyapman. Hammasini o'qib, kirib o'rganasizlar veb-saytdan. Keyin bundan tashqari contract+on.org degan saytimiz bor. Mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Bu nima bizga beradi? Misol uchun mana bu yerda siz paxta olib sotmoqchisiz, kodni Russiyaga o'tib qolibdi yoki gold. Gold deganda mana bu yerda kodi bor. Gold kodi bor. Monetary, non-monetary, basic, digital har xili bor. Любой ana misol uchun tanladingiz. Tanlaganingizdan keyin preview bosasiz. Hop, bu yerda uzr. Keyin period qilaydi. Hop, mana chiqqan, agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, mana Ozarbayjon, Avstraliya, Belgiya. Bu bizga nimani beradi? Siz xohlagan tovar oltinmi, paxtami, bug'doymi, boshqami, любой nimasi kerak bo'lsa mana shu yerdan ko'rib olasizlar. Qancha zakaz, eksport, import qildi. Mana bu yerda eksport bor, import bor, tanlaysizlar. Ko'rib olsanglar bo'ladi, dunyodagi любой davlatda mana bu kodlari bor, hammasini ko'rib o'rganib olasizlar. Hop, keyin MVF degan sayt bor. MVF sayti o'sha International Monetary Fund. Buni ham o'qib o'rganishinglar kerak. Bu yerda o'sha qaysi davlatda nima oldi-sotdi qilyapsizlar, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, o'sha davlatda hammasi to'g'risida ma'lumot bor, indikatorlari davlatlarni. Mana misol uchun deylik, oltin
dollar zapasi borda har bitta davlatni dollar zapasi bor, tagidagi hamma zapaslar bor. Mana bu yerda bitta bossanglar kelib chiqadi. Misol uchun qaysi davlatni tanlaylik? Ruminiya. Ruminiya ko'rsatkichlari kelib chiqadi. Buni ham kirib tez-tez o'rganasizlar. Bir prosta sizlar bu narsalarni bilib olishinglar kerak, shart. Ya'ni siz, misol uchun Amerikanikini bilishingiz kerak. Keyin men bitta ko'rsatganimdek, qaysi tovar oldi-sotdi. Oltinni bu yerda juda ko'p xili bor, kodlari borda, har xil kodlari bor. Kodlarini internetdan ko'rib olsanglar bo'ladi, tarjima orqali ko'rib ishlatsanglar bo'ladi, bilib olsanglar bo'ladi. Bunga ham signing qilasizlar, login qilib. Men bitta profilimga kirmadim. Oltin uchun asosiy sayt mana shu gold.org bo'ladi. Hop, undan keyin mana bu yerda bizda, tovarlar bor. Bizda любой tovar olib sotsanglar bo'ladi. Paxta, shakar, kofe, mofe, kakao, metallar ham shu. Keyin men Instagramda video qo'yganimda, mendan o'rgatayotgan, mana shu o'rganayotgan bolalar, tekinga hech qanday shartsiz o'rgatyapman hammanglarga. Ular oyiga 10-15% bo'lishini xohlayman dedimda, gapimga isbot. Nusxa savdoga bitta o'tasizlar. Copy tradingda mana men и то bir oy savdo qila olganim yo'q, vaqtim bo'lgani yo'q, lekin depozitdan 31.07 mana живой savdo sizlarga mana yopilgan pozitsiyalar bemalol hisoblab chiqishinglar mumkin. Nechta sotilgan, nechta sotib olingan, plyus mana qaranglar. Hop, keyin lenta fitni bossanglar, mana har bitta сделка ochilish narxi, yopilish narxi, hammasi. Hech qanday bir anaqa yo'q, boshqa yo'q. Ulanib ko'chirayotganlar nechta borda, misol uchun mana nusxa ko'chirayotganlar ham bor. Foyda hammasi ko'rsatilgan. Ya'ni qilish mumkin. Men buni nimaga ko'rsatyapman? Men hali bir oy to'liq savdo qilganim yo'q. Mana shu ertaga dushanba, seshanbadan polni copy tradingni ham bosamiz. Savdolarni bosamiz. Vaqtim bo'lmayapti-da mani prosta o'shaning uchun. Lekin men qilibman shu narsani 31%, sizlar ham qilasizlar, hech bir ortiqchani yo'q. Nimani bilsam shuni o'rgatyapman sizlarga. Xo'p, fundamentalda hozir murakkablashtirib yubormadim. Sekin-sekin chuqurlashib boramiz. Hozir mana shu narsalarni o'rganib turinglar hozircha. Xo'p.